Assalomu alaykum. Chorva biznes kanali obunachilari, YouTube tomoshabinlari, chorva buqa ishqibozlari. Qirg'izistonga borib video tayyorlabsan, ot bozoriga o'tmabsan demasin deb video tayyorlab qo'yapmiz. Ot ishqibozlari bo'lsa kanalimizda. Ichiga kirib video ola olmayman. Sababini o'zingizlar yaxshi bilib turibsizlar. Bu yerda otlarni bir sinab ko'rishyaptimi bilmayman. Otlar haqida uncha informatsiyaga ega emasman. Eshak ham bor ekan mana. Ana. Sigir bozor. Bunlar ichida boqma buqalar, so'yishga tayyor buqalar sotilar ekan. Ana. Bu mana katta naves orqasida qo'y bozor bor ekan. Mana ot ishqibozlar uchun Qirg'izistondan, O'zgan shahridan. Bormi kanalimizda ot ishqibozlari, ot minishni yoqtiradiganlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar.